Hammaga salom jigarlar. Bugun men sizlarga qanaqa qilib GTA 5 o'yinini telefonga ustanovka qilishni o'rgataman. Buning uchun shu bitta sharti, meni kanalimga podpiska bosib qo'ysanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardim, chunki bundan keyingi bo'ladigan juda ham foydali kontentlarni o'tkazib olishinglar mumkin. Cho'zib o'tirmasdan videoni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bu menyu, kirish menyusi. Bu yoqdan bemalol new game qilib o'yinga kirib olsanglar bo'ladi. Xo'p, mana jigarlar, o'yinga ham kirib oldik. Gameplayni ko'rib turibsizlar, grafika shunchaki super. Menimcha mobile uchun bundan zo'r qilib bo'lmasa kerak. Chunki qo'limdan kelgancha harakat qilganman sizlar uchun buni maksimal darajada GTA 5 ga yaqin qilib grafikalarni tuzatishga. Nimaga GTA 5 bilan birga bir demasliginglar mumkin. Misol uchun soyalar bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan narsalar. Chunki telefonga buni iloji yo'q. Hech qaysi telefondagi qurilmalar iPhone 7 Pro Max deysizlarmi, Samsung Galaxy S26 Ultra deysizlarmi, hech qaysini qo'lidan GTA 5 to'liq versiyasini ochish kelmaydi, kuchi yetmaydi u telefonlarni GTA 5 ko'targani. Lekin men sizlarga bu o'yinni telefonga ustanovka qilishni ko'rsataman. Xo'p, bo'lmasa ekraningizning chap past tarafida ko'rib turganinglardek menyu, karta bor bu yoqda. Telefondan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Buni hozir ko'rsatib beraman telefon nima kerakligini. Buni pastida 2 marta bossanglar qurolli menyuga kiradi. Misol uchun pistoletni olish uchun mana bunaqa joystik qilib boshqariladi. Tepaga qilib o'ng tarafni bitta bosasizlar. Shunda oladi. Mana pistoletni oldim. Pistoletni ishlatish uchun o'ng tarafdagi pritsel, ya'ni shu poylash knopkasini bitta bossanglar, mana keyin bemalol otsanglar bo'ladi. Hammasi GTA 5 ga maksimal yaqin qilib yasalgan. Telefon nima kerak desanglar, bu telefon juda ham katta ustunligi bor. Misol uchun ko'rayotganlaringizdek, telefonga birinchi kirganda shunaqa turadi. Bu yoqda kamera, boshqa narsalar, сохранить, settings, kontakt, balobatlar, shunaqaga o'xshagan narsalar. Bizga eng keraklisi mana bu brauzer bo'ladi. Buni ustiga bosib turib, pulsni bosamiz. Mana shu birinchidagi mashinani rasmi chiqib turganda pulsni bossak, bizga o'sha bu yoqda mod menyu kelib chiqadi. Bu mod menyu bilan sizlar o'zingizlar xohlagan o'zbek mashinalari deysizlarmi, tushirib olsanglar bo'ladi jigarlar. Misol uchun mana Lacetti bor bu yoqda, Spark Tuning bor bizda. Bundan tashqari o'sha Cobalt deysizlarmi, Nexus 2 Tuning, bu yoqda hammasini topsanglar bo'ladi jigarlar. Misol uchun deylik, menga Gentra avtomobili yoqadi. Gentra mana S ga o'tasizlar, xuddi alfabet harflari bo'yicha terib chiqqanman bularni. Sentinel tanlab mashinani tanlash uchun mana minus tagidagi knopka bor, ko'rinmaydi mana. Bitta bosaman minus tagida, men bu minus ro'pparasi tagini bosasizlar-da, tushundinglarmi? Mana Gentra rangi o'zgaradi. Xohlagan ranginglarni qo'yib olasizlar. Misol uchun menga deylik shu qora ranglisi kerak deylik. Juda ham qora emas, kelib kul rangini tanlaymiz. Xo'p. Deylik mana shu ko'k deylik mana. Tanladik. Chiqqaninglardan keyin mashina ustiga bossanglar, mana bemalol o'tirib salonlarni birga bir qilib tuning qilib yasab qo'yilgan Gentrani ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda Amerikanka fara, orqasida Optra fara, antena, xullas tuning qilingan. Buni maza qilib haydaysizlar jigarlar. Bemalol bosib chochib tashlasanglar ham bo'ladi, aytgandek xohlagan mashinanglarni topsanglar bo'ladi. Xo'p. O'yinni juda ham chiroyli qilib ko'rsatish uchun kelinglar, o'yinni kechqurungi atmosferasini bitta sizlar bilan ko'ramiz jigarlar. Xo'p jigarlar, mana kundan ozgina kech tushib qoldi. Hozir men sizlarga cho'zib o'tirmay bu o'yinni qanaqa qilib telefonga ustanovka qilishni o'rgatishni boshlayman. Buning uchun bizga birinchi o'chirda meni YouTube kanalim kerak bo'ladi. Chunki mana shu ko'rib turgan videolaringni kommentariya qismiga kirsanglar, men u yerga link tashlab qo'yganman, Telegram kanal. Bu Telegram kanali linkining ustiga bossanglar, Telegramga o'tadi. Men videoni o'sha joyidan kesib boshlayman.
Telegram kanalda oxirgi tashlangan GTA 5 Uzibay Mahmadov faylini uстановка qilsa 1.7 GB hajmi. Kanalda eng tepaga o'tsanglar jigarlar, ikkinchi tashlangan fayl 5 apk ni uстановка qilib olasizlar bu yerdan. Uстановка ozgina vaqt olishi mumkin. Xo'p, mana uстановка bo'ldi. OK ni bosamiz, chiqamiz. Bu yerdan o'sha uстановка qilingan o'yinning ichiga kirib olamiz bu yerda. Diqqat bilan tomosha qilinglar, sizlarda yuklanmay qolishi mumkin. Offline knopkasini bosamiz. O'ng taraf pastda turibdi. Bitta bosganimizda xuddi shunaqa qop-qora oyna hosil bo'ladi. Bundan xavotir olmanglar, chunki bu tabiiy hol. O'yindan chiqib ketamiz. Bu yerdan ham o'chirib yuboramiz. Qaytib Telegramga kiramiz. O'sha boyagi 7 GB lik uстановка qilgan faylinglarni ustiga bitta bosasizlar. Jigarlar bu yerda sizlarga MT Manager ilovasi Zarchiver kerak bo'ladi. Mana Zarchiver MT Manager. Ikkalasini ham Telegram kanalidan topsanglar bo'ladi. Agar Telegram kanalidan ham topolmagan bo'lsanglar, bemalol Play Market App Store'dan uстановка qilib olsanglar bo'ladi. Bular bizga nimaga kerak? Hozir tomosha qilib tushunib olasizlar. Xo'p, mana bu yerda shu faylning ustiga bitta bosasizlar, MT Manager ustiga bosasizlar, faqat shu safar bu yerda xohlagan fayllarga chiqarib olsanglar bo'ladi. Misol uchun documentary yoki mana documentary emas. Xo'p, alarms degan papkaga chiqarib olmoqchiman men. Shuni bu chap tarafdagi yashil chiqib turgan fayl ustiga bosib turasizlar. Copy turibdi. Birinchida shuni bitta bosasizlar, OK ni bosasizlar. Ozgina vaqt olishi mumkin. Men videoni o'tkazib yuboraman. Xo'p, mana bu chap tarafdagi fayl o'ng tarafga o'tdi. Keyin bizga Zarchiver ilovasi kerak bo'ladi. Zarchiverga kirganingizda sizlarda shunaqa menyu chiqadi. Xuddi shunaqa menyu chiqadi. O'sha boya chiqarib olgan, papkamizda chiqarib olgan faylga kirib, ustiga bosib turib, ustiga bir marta bosasizlar, bu yerga chiqarmoq. Video ozgina vaqt olishi mumkin, shuning uchun men buni o'tkazib yuboraman. Shu to'lguncha sabr qilib o'tasizlar. Mana o'rtoqlar, bu shunaqa Rockstar GTA degan fayl paydo bo'ladi bu tugatilgandan keyin. Keyin bu ilovadan chiqib ketib, MT Manager ilovasiga kiramiz. Bu yerdan chap tarafda agar sizlarda shunaqa narsalar chiqib turgan bo'lsa, nuqtani bitta bosib o'rasizlar. Shunaqa nuqtani bosib tashlaysizlar. Yoki chap tarafdagi tepadagi nuqtani uchtasini bosib storage directoryga o'tsanglar ham bo'ladi. Shunaqa katta fayllar chiqqandan keyin Androidga kirasizlar. Chap tarafdagi fayllar chiqib turgan joydan dataga kirasizlar. Bu yerda rockstar.gts degan fayl ustiga bosib turib, copy ni bosib, OK ni bosasizlar. Apply to subsequent conflicts degan ustiga bitta bosib qo'yasizlar. Bunaqa tichga chiqadi. Yo'q. Ozgina vaqt oladi. Xo'p jigarlar, mana yuklash yakunlandi. Chap tarafda rockstar.gts degan fayl paydo bo'ldi. Bundan chiqib ketamiz. Boyagi skachat qo'ygan GTA 2.0 ilovamizni kirib olamiz. Bu yerda o'sha xuddi boyagi narsani takrorlaymiz. Offline ni bosamiz ustiga. Bir pas shunaqa qora chiqib turib, sizlarda shunaqa menyu paydo bo'ladi. O'yin bemalol skachat bo'lgan bo'ladi. Sizlar bu yerdan bitta chap tarafga o'tkazib, start game ni bitta ustiga bosasizlar, new game qilasizlar. Mana o'yinga kirib oldik. Sizlar ham shunaqa yozuv chiqadi 2017. Bu yerda yaxshilab ahamiyat beramiz. O'ng taraf tepada hozir narsa chiqadi. Mana shu ustiga bitta bossanglar, mana shunaqa joydan paydo bo'lasiz. O'yin tayyor. Mana bu yoqqa o'tamiz. Bemalol maza qilib o'ynasanglar bo'ladi jigarlar. Xuddi boyagi telefon. Video yoqqan bo'lsa jigarlar, layklaringlarni ayamanglar. Kanaldan uzoqlashmanglar. Yangi videolar, yangi bomba kontentlar, GTA bilan bog'liq kontentlar
bizani kanalda chiqishni davom etadi. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.